Diqqat, aholiga tezkor xabar. Soliq qo'mitasi kartadan kartaga o'tkazmalarni tekshirishni boshladi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Soliq qo'mitasi savdo faoliyati bilan shug'ullanuvchi ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlarda savdo amaliyotlari P2P plastik kartadan plastik kartaga pul o'tkazmalari orqali amalga oshirilayotgan holatlar tahlil qilinayotganligini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda soliq inspektorlari fuqarolarning barcha kartalarini tekshirishga kirishgani va tez-tez pul o'tkazmalari sababli odamlarni so'roqqa chaqirayotganligi, har bir tushum uchun tushuntirish xati yozish talab qilinayotganligi haqida xabarlar tarqalgach, qo'mita holat yuzasidan tushuntirish berdi. Qayd etilishicha, bunday operatsiyalar orqali tushgan ayrim daromadlar soliq hisobotlarida aks ettirilmasligi natijasida davlat byudjetiga tegishli tushumlar to'liq shakllanmay qolmoqda. Shu munosabat bilan soliq organlari tomonidan yuridik shaxslarda faoliyat yurituvchi rahbar xodimlarning bank plastik kartalariga kelib tushgan mablag'lar yuzasidan tahliliy o'rganishlar olib borilmoqda. Aniqlangan holatlar asosida soliq hisobotlarida aks ettirilmagan daromadlar bo'yicha tegishli choralar ko'rilmoqda hamda soliq to'lovchilarga xabarnomalar yuborilmoqda. Bu jarayon jazolash yoki bosim o'tkazish emas, balki ijtimoiy adolatni ta'minlash, yashirin aylanmalarni qisqartirish va halol mehnat qilib, qonun doirasida ish yuritayotgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Chunki har bir to'langan soliq bu mamlakat taraqqiyoti, yangi yo'llar, maktablar, shifoxonalar va xalq farovonligi uchun qo'yiladigan hissadir, deyiladi xabarda. Qo'mita barcha tadbirkorlik subyektlarini amaldagi qonunchilikka qat'iy rioya qilishga, savdo tushumlarini to'liq rasmiylashtirishga va soliq hisobotlarini haqqoniy aks ettirishga chaqirdi. O'zbekistonda 9-avgustdan tijorat banklari uchun ichki nazorat qoidalariga kiritilgan o'zgarishlar kuchga kiradi. Unda gumonli va shubhali operatsiyalarning yangi mezonlari ham nazarda tutilgan bo'lib, 16 yoshga to'lmaganlar hisobvarag'ida 16,5 million so'mdan ortiq mablag' kelib tushishi yoki yechib olinishi gumon operatsiya sifatida hisoblanadi. Banklar va nobank moliya tashkilotlariga nisbatan sanksiyalar qo'llash tartibi ham 2026-yil 7-avgustdan yangilanadi. Ularga nisbatan chora va jarimalar ro'yxati kengaytiriladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.